هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmetli televizor görüşler. Mana bu Rasulullah programımızın 5. sanını görüşmelerini kızgın karşılayamiz. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmelerimiz, hemen ma'lum bolgandek biz süyümlük peygamberimiz, yol başçımız, közümüzün nuru bolgan Rasulimizni bu ulug' muborak Ramazan oylari munosabati bilan texinbek yaqindan tunib chiqish uchun programmani boshlatib huzuringizda har kuni bo'lib turyapmiz. Programmamizdagi doimlik mehmoni hurmatli Habibullah Kusani ustozni har qatimliq programni taklif qilyapmiz. Sharq Turkiston ulamolar birligining a'zosi va hammaga tanishib bo'lgan da'vatchi ma'lum. Bugün hem tekrar kappaganlik uchun ko'p rahmat aytmoqdim. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Programını uzatmay, kirishini uzatmay bevosita har kuni davomlashayotganligi uchun davomlashtirsak, bugungi programmamiz ana temamiz Rasulullah farzandlari bilan degan mavzuda to'xtalamiz, tunugimiz oiladagi Rasulullohni paranglashgan. Shunga payg'ambarimizning farzandlariga qanday muomala qiladi deganda mashisa qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd sana olsun. Peygamberimiz, can Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durud salamları olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ki biz yuqori tilgagandek qalbi bir mehribanlık deniz idi. Yani şu kadar mehriban zat ki Enes ibn Malik radıyallahu anhu Resulullah'ın uyda yaşayan bir hizmetkar. Sahabi guvalık verip nima deydi o desler? Ma ra'aytu ahadan erham bil-iyan min Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Muşu men ailesiga Resulullah'da kuyundiğen bir insanı körüp bakmadım deydi. Yani biz bölümümüz sahabelerle gap qilsa, haq gap. Resulullah en kuyumchan aile degan. Yani bu vaqt Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir adamga o'zining oilasini vayron qilish, yetib eshib qolgan gunoh degan hadis bor. Kafa bil mar'i isban an yudayya ma ya'ul deydi. O'zi baqdigan oilani vayron qo'yishdan oldiga qo'yilgan cho'ng bir gunoh yo'q. Mana buni degan Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam albatta o'zining oilasiga ajoyib ko'ngil bilgan. Şu qatarda nanda biz ayollar bilan qada o'tadi buni so'zlashib o'tdik. O'zining ballarigi masalasiga kelsak, hamda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamninki 7 balasi bo'lgan. 4 qiz, 3 o'g'il. O'lib ketgan. Yani mesela o'g'illari asosan 1 yosh, 1,5 yosh, 2 yosh, 2,5 yosh vaqtda o'lib ketgan. Mesela şu qatarda mesela cho'ng o'g'li Qosim. Bu Xadija onamizdan bo'lgan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buluştun burun dünyaya gelgen bala. Kasım. İkincisi Abdullah. Bu mu Hadice anamızdan boğan bala. Üçüncüsü İbrahim. İbrahim Maria Kıbti anamızdan boğan. Kıbtilik yani Mısır'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye kılınan ayaldan bo'lgan bola. Endi degandek bu üçüncüsü bu bax vaqtidilam afat bo'lgan. Masalan Qosim degan cho'ng o'g'li 2 oy 6 oylik bo'lib Makkada vafot bo'lgan. İkinci o'g'li Abdullah. Bu Peygamber Aleyhisselam peygamber bo'lgandan keyin tug'ilgan bola Abdullah. Lekin yine Mekke'de küçük turib vafot bo'lgan. Üçüncüsü İbrahim. İbrahim Medine tug'ilgan. 17 oy yoki 16 oylik bo'lib tugab ketgan. Hamda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şu ailege ne kadar mehribonligini İbrahim tugab ketgan vaqtida Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan: "İnnel ayna la tadma' ve innel qalba la tahzan aw la yahzan
Ve inna lefiraqike ya İbrahimu lemahzunun. Gözlerden yaş çıkıp ya. Ey İbrahim, gözlerimizden yaşlar tökülüdü. Kalblerimiz gam gussu bilen tuşap ketdi. Biz sen bilen ayrılıp naiti köңlümüz yerim boldu. Şundaqdan biz Allah ve Allah razı bulgan sözün deymiz. Vay Allah makkagülük mankilemdo degендek, yani Allah'ın bu bekitken takdiriga narazı bo'ladigan kupri so'zlarni qilmaymiz, balki Allah razı bo'lgan so'zni qilamiz. Ammo deb Rasulullahning ko'zlaridan taramlab yosh oqib ketgan. Sahabeler hayron qolgan hamda. Ya Rasulullah silmo shunday yig'lamlar. Demek bu Rasulullah'ның ne kadar şu ailegi mehribon kuyumcu. Ana 4 kızı bo'lgan Rasulullah'nınki. Bu 4 kızның hammasi şu Hadicha anamızdan bo'lgan hamda. Eng çoğu Zeynep anamız. Zeynep anamız bulup öz vaqtida Abul As ibn Rabi'a bilan to'y qilgan. İkinchisi Ruqiya anamız. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın ikinci kızı. Burun bir to'y qilgan, keyindan andan keyin Peygamber Aleyhisselam peygamber bo'ldi degandek illam taloq qilib o'tgan. O'tganda cheyni. To'y qilib rasmiy nikoh olib bir uyga kirmagan, ammo chay ichirilgan. Shuni Peygamber Aleyhisselam peygamberlik e'lon qilgan illam buzilib ketgan. Shuni Osman roziyallohu anhu to'y qildi. Peygamber Aleyhisselam'ның 3-cü kızı Ruqiya, Zeynep, Ruqiya, Ummu Kulsum. Ruqiya anamız tüyüp ketkendan keyin Ummu Kulsum anamızны Osman roziyallohu anhu ağan. 4-cüsü Fatima anamız Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh to'y qilgan. Ammo qizlardanmi 3-chi Rasululloh hayot vaqtida tüyüp ketgan. Faqat Fatimamiz Rasululloh ketgan. Peygamberimiz şu degan ya oldidan Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'zimi ballarga aytib chiroyli ism qo'yatdi. Hasan, navrilarga Husayn, Ruqiya, Ummu Kulsum, Zeynep degandek ma'nolarni chiroyli Fatima hammasi chiroyli ismlardi. Masalan Qasim, Abdullah, İbrahim deganning Peygamber Aleyhisselam, yani İbrahim Aleyhisselam'ның ismi. Oldi bilan ham o'zimi biz musulmonlarni ballarga chiroyli ism qo'yish buyurgan. Manda bir ismi sal qamlashmagan odam bo'lsa Rasululloh ismini yo'tkitadi. Ikkinchisi Peygamber Aleyhisselam ballarni yaxshi tarbiyalash bilan birga eng yaxshi yigitlar bilan uylantirgan, to'y qilib qo'ygan. Shu vaqtida masalan Osman roziyallohu anhu deyli yoki boshqa tunji kuyovlar olsun, shu Makkadagi eng barmoq bilan sanaydigan yigitlar edi. Osman roziyallohu anhu olsa hammadan bildigan noitibak adab, axloqliq, isil, fazilatlik, oliyjanob, hatto axloqidan farishtalar haya qildigan darajadagi axloq egisi. Shuna o'xshash anadan keyin Peygamber sallallohu alayhi vasallam mush oila ishlarida maslahat bilan ish qiladi. Bir ish qilsa balları bilan maslahat qilgan. Hatto to'y qismi men payg'ambar, men osmonda vahiy keladi, men yaxshi bilmadim ay, qizlarni to'y qilmoqchi bo'lsa, kirib qizim, palani sizga bir talab qilib kelibdi, sizni bir osam deb kelibdi. Sizning fikringiz qanday deb maslahat so'raydi. Endi mushu bir hadis bor, biz mush hadisdan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün ballarına qandaq muamelashni o'rgansak bo'ladi. Haqiqatan mushu hadisni o'qib, yani bizning ne kadar bir mushu dinimizni hayotimizda tatbiqlamaydiganlikda chiqib turdi endi. Masalan, Ayşe anamiz deydi, mush Fatima Rasulullohga minish turishlari shaklini bak o'xshaydi deydi. Xo'sh. Eğer Fatima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishig'i kelsa, Rasululloh o'rnidan turadi deydi. Berib qo'ldan tutib, yani qo'ldan ko'rishib, qo'lni tutib, pishonisiga suyab qo'yadi deydi. Anan lekin akilib o'zining o'ltirgan o'rniga o'ltirg'azadi. Ya o'ng tarafiga ya sol tarafiga. Yo'q, majlisida o'zi o'ltirgan o'ltirg'azadi deydi. Yani demak shu to'yga boshlaydi. O'zi nada o'ltirgan bo'lsa, shu yerga boshlaydi. Eğer Peygamber Aleyhisselam Fatima annemizni qishig'i kirsa,
Fatima anamızmı darhal ondan kopup, berip qo'ldan tutib, ko'rishib, Payg'ambar alayhisolamning iyaklariga, peshonalariga suyib, o'zi o'ltirgan joyga o'ltirg'izatdi dedi. Mana buningdan ota-bolaning bir-biriga naqadar hurmatlaydiganligi. Shunama naqadar qadrlaydiganligi chiqib turdi. Shuning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya'ni mush bolalar bilan qanday muomala qiladi degan chaqda o'shundoq, ya'ni yaxshi ishlarga buriti, yomon ishlardan to'sdi. Hatta law anna Fatima bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ya'ni bunda kuyish ularni akiltib yo'ldan chiqarish sabab emas. Akiltib xato qilsa ma'qul demaydi. Agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilib qo'lini kesatdim deydi. Mushunda tarbiyalaydi qizlarni, bolalarni. Ham bak yaxshi ko'radi, bak hurmatlaydi va ularning diniy jihatdan yaxshi yetaklab, yaxshi tarbiyalab qolmoq to'g'riliq nihoyatda nimalarchiq. Shunda bo'lsin biz ma programmaning bak uzrab ketmasligi uchun mush bir hadis mencha yetib oshidi deyman. Ota bilan bolani o'tirisidagi aloqa mush hadis yetib oshidi. Endi Rasulimizningki shu qiziqlar o'tirisidagi muomala jihatda farqli bir muomala qilaman degan bir savollar. Hamda mushu insonning tabiatida ko'pincha jamiyatlarda o'g'illarni bakrak yaxshi ko'radigan, qizlarni yaxshi ko'rmaydigan ahvol bor. Bo'lib o'z vaqtidagi Rasululloh yangi payg'ambar bo'lganda arablar qizlarni tirik ko'madigan vaqt. Hamda oldi bilan islom dinimizda birinchi numurliq qimmat qarash. İslamning qimmat qarashlari birinchi numurliq qimmat qarash odillik, adolat. Shuning Qur'oni Karimda adolat so'zi 400 qatimdan jiq takrorlangan. Har juma kunsi Imom Maxunum innalloha ya'murukum bil adli wal ihsan. Har juma kunsi Alloh sizni adolatga buyuradi deb. Alloh subhanahu va taolo butun Qur'onni ikki so'z bilan ixchamlagan. Bir oyat var. Ve temmet kelimatu rabbika وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Sidqan ve adla aynen. Bütün Kur'an'ı maş iki sözü ixchamlagan Allah subhanahu taala. Allah'ın sözü rastçılık ve adaletle tamamlandı dedi. Bütün Kur'an samimi rastçılık ve adalet dedi. Tamam. Allah yani ve temmet kelimatu rabbika sidqan ve adla. Senin Rabbinin sözü gibi rastçılık ve adaletle tükedi. Yani rastçıl bol adalet kıl. Dünya mışlan sağlam. Dünya mışlan güllünde odaydı. Şunun için İslam dinimiz bu adalet kıymet karşısında otururken Resulullah elbette adalet boğan. Hatta ayallığa, kızlığa, köngül bölüşke Allah idi buyurgan. Bir sahabe kelip ya Resulullah menin en güzel muamel kılışımga en haklık adam kim olsa anan dedi. Onun ikincisi anan. Onun ikincisi anan. 4. katım dadağında geliyor. Hem bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men ala cariyeteyni hatta tebluğa ca'a yevmel kıyame ene ve huve kahateyn. Kim ki iki kızını balağat yetkicilik yani buyuk etip kırıcılık yaxşı terbiyelese deydi. Bu yer terbiyelesem bakkanın farkı var. Baktı ise şu kime prep, şuna bak aş koymaya obdan bak. İslam dedi baksa dedi, terbiyelese dedi. Yani o kızlarını yaxşı okutup, edep, ahlak cihetten, dinini suyduğan, İslam'ını suyduğan, ahlaklık, vatanını suyduğan, yaxşı bir kereklik, hayalık, sapalık, bir iki kızını terbiyelep koysa, kıyamet ikisi, aş kıyam men bilen okşaş cennette olur dedi. Yani Peygamberinin dersi gelişi doğu digini, yani bu kız terbiyeleş, kız bakışının ne kadar ecir, ne kadar kat ekanligini bildirdi. Şunun için bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şu bulup mu ayallarga, çünkü ular aciz bo'lganlikdan, ular o'g'illarga qaragandan bak kuyunishga muhtoj bo'lganlikdan, ular tarbiyalashga hatta erlardanmi ayollarning tarbiyalanishga yoki tarbiyalashga bak ehtiyojligini bildirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nima qilsa bir onani tarbiyalash, bir ummatni tarbiyalash. Chunki haqqancha cho'ng yaxshi tarbiyalangan erni kim tuqqan desa şu anı tuqqan, şu anı terbiyelegan. Uyg'urchada anı maktab deydi. Anısı terbiyelenmeyen bala terbiyelenmeydi. Bunu bütün halkımız bilish kerak. Ananın kuchug'ida terbiyelenmeyen bala onundan terbiyelenmeydi. Bu bek muhim bu. Şunu Peygamber sallam deydi, bir iki kızını yaxşı terbiyelep koysa kıyamet günü men bilen buldu degini. Yani milletinin anılarının sapası,
onalar terbiyelense, onalar qadrlansa, onalar adolat degan bu qimmat qarashdan to'liq bahramand bo'lsa, demak bu dinimizda ulug' ish. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiz bilan hargizmi o'g'ilni ayirmagan. Balki ikkisini o'xshash qatorda odil bo'lishgan. Shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda manubtiliya min hazil banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Kimki qizlar bilan imtihon qilinsa dedi. Demak, qizlarninki biqib cho'ng qilish o'g'illar qaraganda sal tas bo'lish mumkin endi. Nimishqa dedim, buni tarbiyalash, adab, axloqlik, noat yaxshi bir parvish qilishga ehtiyoji bor. Kimki mushta qizlar bilan imtihon qilinib, shu qizlarga yaxshilik qilsa deydi. Fa ahsan, ya'ni yaxshi muomala qilsa, yaxshi qarasa, yaxshi boqsa, yaxshi tarbiyalasa deydi. Ya'ni ularga yaxshilik qilsa degan gap. Gap so'zda yaxshi bo'lsa, harakatda yaxshi bo'lsa, go'zal axloqlan muomala qilsa va shularni yaxshi tarbiyalasa, qiyomat kunsi do'zaxdan shular saqlab qoldi deydi. Parda bo'lib qoldi deydi. Parda bo'ldi. Mush hadisninki har xil variantlari, har xil variantlari nemislar. Hatto ba'zida 3 qiz ata qilingan bo'lsa, o jahannamdan sitrul degan bo'lsa, ba'zida 2 degan va ba'zi sahobalar kelib, masalan, bir qiz vardir degan vaqtda, "Ashumi shunda bo'ldi" deb qizlarninki qanchalik muhim ekanligi tarbiyalashninki. Chunki jamiyat ashunda bir xil uzun yillar ashunda qizlarni yomon ko'radigan bir jamiyatdan Rasululloh eng ulug'lanadigan shaxs sifatida o'tirib qo'yadi deb payg'ambar sallam kaplam onining eng hurmatli deyishganligi. Ammo bu ayollarning ham Alloh subhanahu va taolo yaratganda mushtaq nihoyat ahamiyatli, muhim yaratgan. Masalan, bunday deymiz, jamiyatning 60% ayol. Qolgan 40% ni shu ayollar tutgan. Demek bu bek muhim bu. Şu Kur'an-ı Kerim'de Sure Nisa, ayollar suresi. Şunda ama mahsus Meryem suresi. Demek bu ayollarınki yaxşı terbiyelenishi, bularning qadrlanishi, bir haq, bularning haqiqiy bir muslima bo'lishi bir millatning taqdirini belgilaydi. Albatta. Xo'sh, endi payg'ambarimizning kuyovlarga bo'lgan muomalasi hamda biz mayli bizning millatimizdan bo'lsin, qiynoati bir xil qiynoat Rasulullohningki bu hayotiga bir qarasa odam hatto o'z o'g'li qilmagan darajadagi illiqlik u muomalam. Nihoyat bir xil biz ajoyib qaraymiz hamda bizda butun bugungi dunyo islom dunyosidami hamda ya bir narsa deb o'zlaricha tep bo'lgan masalalarda nihoyat bir xil so'q muomala qilganda ikhvanlar ko'ramiz. Hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kuyovlarga o'zining bolalardeklar muomala qilgan. Hatto Abu Turab deb chaqirishga amroq deydi. Ya'ni ismi Ali raziyallohu Ali yani. Lekin boshqalarning Abu Turab deb chaqirishni yaxshi ko'radi deydi. Nimishqa desa, buning bir vaqaligi bor deydi. Bir kunsi Fatima onamiz bilan Ali raziyallohu ikki so'qishib qoldi. Shuni raziyallohu uyini tashlab chiqib so'qishib qoldi desak, urushib ketgan tushunmisan? Gap talashib yani hablashib qoldi. Yani sampan yani bir hablih bo'ldi. Shuni bilan Ali raziyallohu uyini tashlab mash chiqib, ay masjid topida aşağıda uxlab bize damalay deb uxlab yotdi. O'sha uy kelsa, yo'qlab payg'ambar davomli yo'qlaydi bularni uchun. Yo'qlab kelsa Fatima onamiz bor. Ali qani desa, mana azroq bir hablashib qolgan yo'q degan payg'ambar gap qilmaylam, Ali raziyallohu izlab masjidga bordi. Masjid berib qarasa, işte masjidda yotgan shundan, "Hey topining dadisi." Ya Abu Turab. Ya Abu Turab. Top, yani degina topiga minib yotgan ekan, "Hey topining yoki topiga chaptishib qolgan odam" degandek gap. Yani Arapçada Abu Turab deganda topining dadisi degandek. Bir akilatma. Bir xil kuyimchanlik chiqadigan ism. Turab deb 5-silab shu yerda yaxshi gap qilib, shu yerda Abu Turab deb Ali raziyallohu anhuni mushunda chaqirgan. Rasululloh o'sha yerda o'zi topini 5dan silab, kiyimlaridan silab qiqib o'shada. O'ylab baqsa bir qinonining kuyog'ilning chapindagi topini qiqib shunda qilib qopqozib voymang, uy ketayli o bu deb mana bir qilganligi. Shuning uchun bu vaqalikdan ta'sirlangan kuyog'il o'zining mush ismi bilan atilishni yaxshi ko'rgan. Bir odamning Ali deb chaqirgandan Abu Turab deb chaqirishni yaxshi ko'rgan. Nimishqa desa, Rasulullohning bu ismni qo'yishda bir xil qinotlik mehri
muhabbat, kuyumchanlik va kuyovni qadrlash. Bu mazmun ma'ni bo'lganlikdan mana ismni yaxshi kelgan. Bu birinchisi. Ali radhiyallohu anhuning qissasidimi har bir shu qiynati bilganki qiynatiga nisbatan hatto qiynanlarni o'rganish kerak bo'lgan bir dars chiqdi bu yerda masalan Rasululloh o'zining qizining uyiga kelgan vaqtida yo'qlab kelgan vaqtida yo'q urushib qoldik shunga chiqib ketdi deb shuna dedi Fatima onamiz. Normalda bilgan bir inson bo'lsa ko'pincha ota-onalar voy nima ish bo'ldi deb tafsilotini so'rab arqa jedalning cho'ng'ishi hisob qilmasa qizi bir mo'ncha dattukidi bu yerda. On desam man dedi Rasululloh bu yerda qizidan tafsilotni hech bir so'ramadi. To'g'ri. So'ramay chiqib ketishi ulamolar mushnimi? Rasulullohningki jedalni qattiq uningdan yo tafsilotni qizidan ham so'ramaslikda bu da kimning qashig'i Ali radhiyallohu anhu qashig'i bo'lganda uningdan hech qanday tafsilotni so'ramay bu yerda ikkisini orasida bo'lgan yirikchilik qilishning hammasini yo'qotadigan muomalalarni qilib o'ttirsa bo'lgan hech bir tafsilotga kirmasligi bu nihoyatda cho'ng bir dars oladigan har bir qiynati uchun dars oladigan bir o'rin bu. Chunki surishti qilgan hamon har ikkisining gap anglagan hamon bu yerda ish jadal cho'ngishga boshlaydi, kichiklashga boshlamaydi deb shuni qaraydigan bo'laman. To'g'ri. Xo'sh, endi Rasulumuzning navirlarga tutgan muomalasini hammamiz bilamiz. Payg'ambar alayhisalom endi nihoyat go'zal bir o'rnak bo'lgan bizga. Hatto xutba turayotgan vaqt bo'lsin, masjidga vaqti bo'lsin, bu vaqtda biroz bir gap qilsak. Endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning dedik Qur'oni Karimda harisun alaykum raufun bil mu'minin. Mu'minlarning manfaatiga, mu'minlarga shunda qirisman. Va nihoyat kuyumchan. Sizlarga nihoyat qirisman, mu'minlarga kuyumchan dedi. Rasululloh zodi hatto inson emas, hayvonlarga ham kuyumchan dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hayvonlarning aziyat chekishni xohlamaydi. Bir odam hayvonlarga aziyat bersa, darhol cheklaydi. Kim ma qushqashning bolasini kim manda qildi? Ma to'gini kim japasab ortiqcha yaxshi uzuq vermay, yaxshi yem bermay, egri shuni atib ishlatdi degan payg'ambar bu. Shuning uchun hamda mayli bolalar bo'lsin, navrilar bo'lsin, bu go'zal muomala qilishi albatta bu bir nim talab qilmaydigan, dalil talab qilmaydigan haqiqat. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning 7 navrisi bo'lgan. 7 navrisi. Xuddi bolasimi 7, navrisim 7 bo'lgan. Endi bu navrilardan keyin avlodlar bo'lmagan, tugab ketgan. Rasulullohning keyingi avlodining hammasi mana shu Fatima onamizdan bo'lgan İmam Hasan, İmam Hüseyin. Al-Hasan ve Hüseyin. Ya güzel ismi. Hasan mı güzel, Hüseyin mi güzel diye mende. Güzel, chiroyli, yaxshi. To'g'ri, nurg'un gaplar bor. Ha. Sayyida. İkisi cennetdagi, yoshlarning jannatdagi peshvosi, sardori degan. Bu ikkisi rayhanat degan bu ikkisi mening bir parcham. Meni yaxshi ko'rganda bu ikkisini yaxshi ko'rsin. Degandek nurg'un gaplar bor. Endi shu qatorda masalan bu navrisiga qilgan muomalasi. Meni eng bir ta'sirlantirgan ya. Umar raziyallohu anhu deydi, bir kun kirsam, Rasululloh 4 putluq bo'lib ot bo'libdi deydi. İmam Hasan, İmam Hüseyin dümbüsüge minib ço deb Rasulullah'ni at qilib o'ynatibdi. Xo'sh. O'ylab baqsam, bir payg'ambar. Normal inson emas. Hamda nurg'un navrilamda dadisi qarab qachidi qo'qab hamda. Yoki bo'lsa qarab qachidi yoki aymindo hamda. Shundan ajab yaxshi at ya ma ishkanliga ajab no'ch at minibsizlar desam payg'ambar sallam atni minigan chavandozlarmi nayta no'ch chavandaz deb shunda deb javob berdi dedi. Umar raziyallohu anhu nima degan yaxshi at desam atni ustidagi chavandaz deb endi ikkisini demoqchi. Esil chavandozlar. Xo'sh. Bir vaqalik bor. Masalan Rasul sallallohu alayhi vasallam bir jumada xutba o'qiyotdi. Xutba o'qisa İmam Hasan bilan İmam Hüseyin ikkisi
Kichik bir yiqilib, bir qo'pab, ashundaq masjidga kirib Rasululloh taraf qarab manganda Rasululloh ash xutba yani nutqsizlayotgan nutqini kesib, pastga tushib, ikkisini elib quchoqlab, purab, ko'tarib shundaq nutqini davomlashtirgan. Deb bo'lib innama amvalukum va auladukum fitnatun talasning ballaringlar, melinglar sizlar uchun bir imtihon degan. Rasmush ada. Yani bir xutbaning bir jumaning xutbasini buzib shu ikkisini qo'liga oldi-da endi. Yani insonchilikda ne kadar ash bolalarni. Ben kichik bola kirib qolib masjidga ochaq qiladi. Ha, biz olsak voy nima deb kichik bola kirib qoldi. Namozni buzdi. Ash o'ylim olamiz, mush hadis qarab kichik bolalar masjidga kirsa bo'ldi deb fatvo bergan. Nurg'ulimiz qo'laymiz-ku va kichik bolani ish qildi bu yerda. Sho'ng kichikni qo'llanganligi uchun cho'g'ga akaplanmaya var. Ha, to'g'ri. Shu bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozga chiqdi dedi. Namozga chiqib, namoz o'qib, sajda qilib, yama uzoq sajda qilib qoldi dedi. Shundan bir ish bo'lgan o'xshaydi deb, menda 5 minut kutadim dedi. Ansarda da payg'ambar bir narsa o'xshaydi. Qarasam İmam Hasan bilan İmam Hüseyin Rasulullahning dumsiga chiqib sajda qilyapti dedi. İkisimi, birisimi? İkisi. İkisi dumsiga chiqibdi. Birisi chiqib olgan degan rivoyatim bor. İkisi chiqibdi. Siz deganda kim bir rivoyatda işte birisi chiqibdi. Ya Hasan ya Hüseyin. Shuning bilan men qayta sajdaga tushdim deydilar sahoba. Sajdaga tushib turdim, andan payg'ambar alayhisalom ma'lum vaqtning 5'ini ko'tardi. Shun biz so'rdik deydi. Ya Rasululloh, bugun bu boshqacha bir sajda qillar. Necha vaqtga o'xshamaydigan, yani demak, nayt uzun sajda qillar. Bir ish bo'ldimi? Yoki Alloh subhanahu va taolo sizlarga boshqa bir narsa amr qildimi, sizlarga vahiy keldimi? Nima ish bo'ldi deb so'raganda, payg'ambar kulli zalik lam yakun. O yaqin boshqa ish hech qanday ya vahiy kelmadi, ya men bir ish olmadi, hech qanday ish emas. Walakin ibni irtahalani deydi. Biroq mening o'g'lim, ash navrisin demakchi. Otqib minib oldi deydi. Nima? Shuni bilan men o biza o'ynab bundaq bir tuyunug'ichilik Tuyuvaga masaj qilib turibadi. Tamam. Biz olsak aşağıda anasını, dadısını qo'shib, balani qilmay, men namozni buzib, jamoat oldi satdimmi, bir muncha kayvoldim. Demak, bu Rasulullohninki muomalasi. Hatto bir hadisda bor. Rasulullohga Najashi bir so'g'atlarni avatgan. So'g'at avasa shuni ichidagi oltinlarni chiqib, o'zining Umama radhiyallohu anhaga, "Voy qizim, mushna bilan siz zinnatlaning" deb hadiyalarni beradi dedi. So'g'atlarni. Demak, endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki ana lekin mana tarbiyalaydi, ana kuyimchiliklar emas. Masalan, Hasan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bir musulmonlar zakatga kelgan xomini tursa, aşı İmam Hasan Hüseyin'imi qo'lni xomga uzatgan chaqda qo'lini tatqin, yigil qo'ymagan. Bizga zakat harom qilingan. Demak, Rasululloh mayli ballar bo'lsin, neylar bo'lsin, kuyimchanlikda gap yo'q. Ammo bu kuyimchanlik bolalarning tarbiyalanishiga ta'sir etkisi bo'lmaydi. Bolalarning shariatning sirtiga chiqishiga bo'lmaydi. Bolalarning dinning doirasidan chiqib ketishiga bo'lmaydi. Haqiqiy yaxshi tarbiyalanganlik Allah'ını tunuyduğun, Allah'ın ki dinin tunuyduğun, terbiyelengen çada bu yaxşı bal terbiyelegen buldu. Bal terbiyelikte namaz okusu aslı karı yok, ballarımız din öğrenmesi aslı karı yok. Onda kısa bulmaydı. Resulullah bana şu Hasan radıyallahu anhu bir xomu oğuşunda sadakatın, zakatın xomusu kol olsun diye sunup ağızlığı ep boğan deydi. Peygamber fekal desem kih yani çıkıra ağzından kusa diyendek çoğu. Anı taşlash uchun kih dedi, yani qusa tükra degandek ajna bir gapni qildi dedi. Buningdan nima chiqadi desa, yani Rasululloh shunchalar masalan mening yurak paralarim deb ash namozni sajda qilib dumbisiga mindirib olib shunda qismi, lekin ma shariatga xilof ish qilib qolsa shu. Darhol og'zing kirib olgan, gelingda o'tib olgan bo'lsa, chiqara og'zingdan deb mana. Allah razı olsun. Endi bugungi savolimizga kelsak,
Şu roz tutquşunun rozusunu buzib etadigan narsa nimalar? Rozun tutquşunun rozusini buzdigan omillar bir necha omil bor, lekin bu omilni bilishdan burun bilib oladigan muhim qoida bor. Birinchisi, shu rozuni tutgan odam ma ishni rozuni sindiradigan ishni ma rozuni sindiradigan ish deb bilsa bo'ldi. Bilmay qilib qolsa, endi roz singmaydi. Xo'sh. Ikkinchisi, o'z ixtiyorligi bilan qilgan bo'lish kerak. Masalan, su içsek rozumuz sığdı. Ama öz ixtiyorligiga ichish kerak. Mecburi içirilse seni sığmaydı. Mesela hazır vatanda bu atkan ahvallar şu. Eğer vatandakilarga mecbur tamak yeyishga, mecbur tamak su içishga mecbur olsa Ramazanda, niyeti Ramazanni tutaversa, Ramazan davomlashadi. Üçüncüsü, şu ishni qilgan vaqtida unutilib qilmagan bo'lish kerak. Yani iyisini batırıp qilgan bo'lish kerak. Agar iyisi yo'q, agar suv ichib salsa, non yeb salsa, endi ro'zi buzilmaydi. Shunga birinchisi, birinchisi ixtiyorlik bilan qilgan bo'lishi, ikkinchisi unutilib qolmagan bo'lishi, uchinchisi ham ro'zini buzdiganligini bilgan bo'lish kerak. Uchinchisi ro'zini, bu ishni qilsam, men ro'z buzdiganini eshitib, shuni bilish kerak. Shun payg'ambar sallallohu Qur'ondan ba Robbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ya Allah, biz unutilib qolgan xatolashqan bizni jazolamagan. Ikkinchisi xatolashqan degani bilmay turib xatolashqan. Payg'ambar alayhisalom hadis sharifda rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastakrahu alayh. Men ummatimdan unutilib qolgan, uqmay qilib qolgan, majburlangan ishdagi mas'uliyat ko'tarib etildi deydi. Ya'ni bir ishni unutilib qiliblar, uqmay qiliblar yoki majburlanib qilsalar, buningki shariatda jazosi yo'q, ya'ni hukm yo'q. To'g'ri. Tamam? Ayol kishininki ro'z jarayonida odat qilib qilishi yoki tug'ib nafas deb qo'yamiz-ku, u bo'lib qolsa, ro'zi buzilgan bo'ldi, keyin tutuvasi bo'ldi. Bunda bir kun gunoh yo'q hamda, gunoh atilmaydi. Yoki qasddan bilib turib yeb ichish. Masalan, issa ro'zining singdiganligini bildi ekan, bir odam majburlamabdi, qasddan yeb issa, u chaqda ro'zi singdi. Shu qatorda tamoq chekish. Tamoq chekishmi o'sha yeb ichishning qatoriga kirdi. Shuningga o'xshash ayollarga yiqilishish. Xo'sh. Yoki qo'l bilan onanizm qilish. Bumi Ramazondan so'ng turadi. Ya'ni spermni chiqarib o'tish yoki ayollarga qilishish, bumi Ramazon so'ng turadi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi mana bu Rasululloh programmamizning 5-soni bu yerda oxirlashdi. İnşallah Rabbim ömür berse, yana şu saatlarda görüşüşeceğiz. Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Rabbim barlık emellerimizni ve emellerini kabul kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.